Allohning Al-Karim degan ism sifatlari haqida tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende dehqonlarga Ustaz Abduvali Qori rahimahullahning Qur'on ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve taolaning güzel isim sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allah'ning Al-Karim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ning Al-Karim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allah'ning bu ism sifatlari Qur'onda 3 yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Naml 40-oyatida tarjimasi nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqichi elib kelaman dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. Uningga shukr qilamdim yo tuzkorlik qilamdim. Buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning Karimi kengdir dedi. Al-Karim va'da qilsa vafo qiladigan, berganda ham umid qilgandimmi ko'p berguchi zotdir. Qanchalik berganligini, kimga berganligini e'tiborga olmasdan marhamat qilguchi zotdir. İltijo qilguchi kishining iltijosini zoya qilmaydigan zotdir. Arasida vositachilarga hojatini tushirmasdan berguchi zotdir. Bu sifatlarni jam qilguchi zot faqat Alloh subhanahu va taoladir. Bu xislatlar hech qachon insonda komil sifat topilmaydi. Lekin inson Alloh subhanahu va taolaning Al-Karim sifatini bilgandan keyin qo'lidan keladigan Allohning bandalarga yordam qilish sifati bo'lgan vaqtda fursatni g'animat bilib yordam qilish kerak. Chunki Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam musulmon kishining Al-Karim sifati bilan sifatlanishi kerakligini isbotlab shundoq dediki, uzun daraxtga Al-Karim ismini ishlatmanglar. Ya'ni mutlaq ishiltish emas, balki Al-Karim sifati bilan sifatlamanglar. Chunki Al-Karim sifati bilan sifatlangan shaxs faqat musulmon kishi bo'ladi. Ya'ni musulmon kishini Payg'ambar alayhisolatu vassalam Al-Karim sifati bilan sifatladi. Shuning uchun mu'min banda Allohning Al-Karim sifatini bilgandan keyin Allohning bandalariga qo'lidan kelishicha yordam qilishni o'rganish kerak. Qur'on va hadislarda Alloh subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Hadislardan Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi. Tarjimasi: Rabbinglar Allah sehi hayoliq zotdirki, agar bandasi qo'lini ko'tarib bir narsa so'rasa, uni quruq qo'l qaytarishdan hayo qiladigan hayoliq zotdir. Abu Davud 1490, Tirmizi 3904-hadis. Sura Naml 40-oyatida tarjimasi nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqichi elib kelaman dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon alayhissalom taxtning yenida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yoki tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir.
Allah'ın kerimi kengdir dedi. Sure Vakıa 77. ayeti tercümesi şek şübhisiz ki o ulug' Kur'an'dır. Sure İsra 23. ayeti tercümesi Rabbin fakat onun özüge ibadet kılışınlarını ve ata-ananglarga yaxşılık kılışınlarını tavsiye kıldı. Ularning biri yoki ikkilisi senin kol astında bulup yaşınıp kalsa ularga ohoy demegin. Yani malallıkni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni döşkellemegin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Sure Nisa 31. ayetida tercümesi Eğer sizler men'i kılıngan çoğun günahlardan saklansanglar Kerimimizge elip kiçik günahlarınlarını yok çıkarımız ve sizlerni esil makanğa yani cennetke kirgizimiz. Sure Enfal 74. ayetida iman etganlar Medine'ge hicret qilganlar Allah'ın yolida jihad qilganlar yurtida muhacirlarga joy berganlar ve yordam ko'rsatganlar yani ansarlar en shular haqiqiy mu'minlardir. Bularning gunohi mag'firat qilindi. Ular cennetde esil rizqqa ega bo'ladi. Sure Ahzab 44. ayetida tercümesi ular Allah'qa muloqot bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. Sure Hadid 11. ayetida kimiki Allah'qa qarzi hasana beradigan, yani Allah'ның roziligini tilab, uning yo'lida pul mol sarf qiladigan, Allah uning hassilab qaytirdi. Uningga cho'ng savob berdi. Sure Infitar 6. ayetida tercümesi ey inson seni merhametlik Rabbinge asilik qilishga nima oldi de? Elhamdülillah yuqorida Allah subhanahu ve Taala'nın El-Kerim sübtinin tefsirini anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.